Bu 5 brokerdan biri hozir ayni damda foydalanuvchilardan pul qabul qilmoqda va odamlar bundan bexabar. Beshovlasini birma-bir ko'rib chiqamiz va video oxirida men senga bir sayt ko'rsataman. U yerda istalgan brokerning litsenziyasi bor yo'qligini ozing tekshirishing mumkin. Hammaga salom. Shunday video yozishga qaror qildim. Unda biz har bir brokerda litsenziya bor yo'qligi haqida gaplashamiz. Va albatta ushbu kanalda obuna bo'ling, chunki men sizlar uchun harakat qilaman, material izlayman va bu videoni siz uchun maksimal foydali bo'lishiga harakat qilaman. Keling, avval litsenziya qanday ishlashini gaplashamiz. Keling, bir o'xshatish olaylik. Tasavvur qiling, sizda mashina haydash guvohnomasi bor va biror qoidabuzarlik uchun uni sizdan olib qo'yishdi. Lekin aslida siz rulga o'tirib, yo'lda harakat qilishda davom etishingiz mumkin. Buni hech kim bilmaydi. Shuning uchun brokerlar bilan ham xuddi shunday holat. Lekin ko'pchilik bilmaydigan bir jihat bor. Umuman olganda, broker o'zi litsenziyani topshirib, barcha narsalarni yig'ishtirib, tartibga solinmaydigan biror orolga uchib ketishi va u yerda ishlashda, mijozlarning pullarini qabul qilishda davom etishi mumkin. Birinchi broker. Bu broker anchadan beri faoliyat yuritadi. Ko'pchilik uni biladi. Lekin 2023-yilda ular o'zlari Kiprdagi litsenziyadan voz kechishdi. Shundan beri na Britaniyaning FTAsi, na kanadaliklar unga ishonch bildirishmaydi va shu sababli bu broker ustidan nazorat olib boriladi. Bunday odam saytga kiradi, hammasi chiroyli bezatilgan. 2007-yildan beri ishlashadi, lekin aslida hech kim bu brokerni nazorat qilmaydi. Ikkinchi broker Royal Forex. 2025-yilda ular o'zlari Kiprdan chiqib ketishga qaror qilishdi va regulyator ham tasdiqladi. Hozir men shuni sezayapmanki, so'nggi paytlarda ko'plab yangi qoidalar, o'zgarishlar chiqyapti. Brokerlar esa bunga rozi bo'lishga tayyor emas va shunga mos ravishda litsenziyani qabul qilishmayapti. Oddiygina qilib, ular narsalarni yig'ishtirib, biror Mauritaniya yoki Seyshel orollariga uchib ketishadi va u yerda hech qanday nazoratsiz ishlashda davom etishadi. Keyingi brokerimiz Futum. Bu yetarlicha mashhur va yirik broker. Britaniyaning FTA ularni qo'lga tushirib, 4 million funt jarima solgan. Siz so'rashingiz mumkin, ularni nima uchun jarimaga tortishdi? Lekin ularni asimmetrik slipaj uchun jarimaga tortishdi. Bu degani, agar narx sizning foydangizga harakat qilsa, broker go'yo buni ko'rmagandek bo'ladi va bitimlar yopilmaydi. Lekin bitim broker uchun foydali tomonga ketsa, ular darhol bitimni yopishadi. Lekin ularni faqat jarimaga tortishdi, litsenziyasini olib qo'yishmadi va bu broker hanuzgacha ishlayapti. Hech kim kafolat bermaydiki, yana o'sha voqea takrorlanmaydi. Keyingi brokerlarni men senga albatta to'g'ridan to'g'ri saytning o'zida ko'rsataman. Asosiysi, keling, brokerning litsenziyasi bor yo'qligini qanday mustaqil tekshirish mumkinligini aytib beraman. Umuman olganda, brokerning litsenziyasi bor yo'qligini tekshirsa bo'ladigan bir nechta saytlar bor. Kipr brokerlari bor, Britan, Amerikalik brokerlar ham bor. Va uchala sayt ham shu videoning ostidagi tavsifda bo'ladi. Lekin hozir keling, sen bilan birga Kipr regulyatori CISET saytiga kiramiz. Men senga hozirgi vaqtda regulyatsiya qilinmayotgan yoki o'z sabablari bilan litsenziyasini qaytarib olgan brokerlarni qanday ko'rishni ko'rsataman. Buning uchun biz CISET regulyatoriga kiramiz. Vaziyat mana shunday ko'rinishga ega. Litsenziyadan voz kechish uchun rasmiy ravishda murojaat qilgan brokerlar ham bor. Shuningdek, umuman regulyatsiya qilinmaydigan brokerlar ham mavjud. Va eng muhim narsani eslab qol. Litsenziyani tekshirishni har 6 oyda bir marta qilish kerak, chunki hech kim bilmaydi. 6 oy oldin broker ishlagan, regulyator bor edi, lekin oradan biroz vaqt o'tib, shunchaki litsenziyasini olib qo'yishgan. Sen hali ham bu broker bilan nima bo'layotganini va unda qandaydir regulyatsiya bormi-yo'qligini bilmaysan. Agar o'zing mustaqil tekshirishni xohlamasang, men allaqachon o'nlab brokerlarni tekshirib chiqdim va o'zim uchun 3 ta kompaniyani ajratib oldim. Hozirgacha shu yerda ishlayman. Ro'yxatdan o'tish uchun barcha havolalar shu videoning ostida bo'ladi. Echnes brokeri, Fpro brokeri va Roboforex brokeri. Bu men ishonadigan, shaxsan o'zim yillar davomida sinab ko'rgan brokerlar. Albatta havola orqali ko'rib chiq, har biriga alohida video sharhlar ham bor. Bu broker bo'yicha men video yozganman. Yangi uchrashuvlargacha keyingi videolarda ko'rishamiz.